Men sizga kitoblar nomini aytaman. Aha. Siz qaysi biri yaxshi bo'lsa, o'shanisini tanlaysiz. Tushunarli. Boshladikmi? Boshladik. Boburnoma yoki Xamsa? Xamsa asari tilimiz tarixidagi yuksak tushunchaga ega asar. Bu bizni tilimiz rivojiga hissa qo'shgan. Turkiy tilda yozilgan Xamsa. Farhod Bashirin, Sa'd Iskandariy, Sabay Sayyor dostonlari va ayniqsa Hayratul Abror. Lekin Boburnoma Zahiriddin Muhammad Bobur umri vaqoisi bo'lgan singari, meni kanalim shaxsiy tushuncha kanali ham meni umrim vaqoisi hisoblanadi. Shu asardan ilhomlanganman. Shuning uchun Boburnoma. Boburnoma yoki Makorimul axloq? Boburnoma. Boburnoma yoki Mahbub ul Xulub? Ko'ngillarning sevgani. Boburnoma. Boburnoma yoki Temur tuzuklari? Sohibi Qur'on. Boburnoma. Boburnoma yoki Shoh Edib? Sofokl. Antik dunyo yozuvchisi. Drama. Boburnoma. Boburnoma yoki ilohiy komediya? Dante. Bu nemislar ham yozishda davom etkazadi, lekin Boburnoma. Boburnoma yoki Faust? Fere Faust. Goethe. Faust. Faust yoki farishtalar va iblislar? Voqealar rivoji o'xshashga o'xshaydi, lekin unaqa emas. Ruhini iblisga sotish Faustdagi. Shu voqea Dan Brown asari menga yoqadi. Lekin Goethe'da qolamiz. Faust yoki Begona? Albert Camus. Begona. Yo'q, Faustda. Faust yoki Martin Eden? Bestseller bu ham, lekin Faustda qolamiz. Faust yoki Alkimyogar? Alkimyogar. Paulo Coelho bu asar bilan Andalusiyadagi yigit hayotidan oddiy hayotga ham mo'jizalar ko'rishga da'vat etgan, lekin Faustda qolamiz. Faust yoki Yashamoq? Yuyxua. Asar nomi Yashamoq, lekin hech kim yashamagan. Yashamoq. Yashamoq yoki Muqaddima? Qiyin tanlov bo'ldi-yu. Yashamoq. Yashamoq yoki Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuz uchrash? Bu asar to'g'risi menga juda yoqadi. Aynan yozuvchisiga bo'lgan muxlisligim tufayli ham, lekin u bilan inson nutqi oshishi, xarizmasi oshishi, efemizmlarni to'liq ishlatishi mumkin. Lekin Otabek akaning o'zining gapi bor. Agar meni kitobim va boshqa kitobda taqqoslash imkoni bo'lsa, iltimos ikkinchisini tanlang degan. Xuddi Bugatti'ni nimasiga o'xshagan. Shioriga o'xshagan. Yashamoq. Yashamoq yoki Harry Potter? Xos kelam. Harry Potter yoki 10 ta negr bolasi? Harry Potter. Harry Potter yoki 5 bolali yigitcha? Harry Potter. Harry Potter yoki qiz bolaga tosh otmang? Qiz bolaga tosh otmang ham, bundan oldingi asar ham, keyin Quyonlar saltanati asarlari ham to'g'ri biroz o'smir yoshda tavsiya etiladi, lekin Xudoberdi To'xtaboyev asarlari, Sariq Demoni boshqa asarlar bilan birga meni bolaligim ramziga aylangan bo'lsa, Harry Potter men uchun bolalik emas, nostalgiya belgisi. Ham bolalik, ham o'smirlikdagi bola tabiatini aks ettiradi. Shuning uchun Harry Potter. Harry Potter yoki So'nggi safar? So'nggi safar. Abdumannon Abdulloh aytganida, o'limni ko'p istagan odam uchun bu dunyoni arzirli ko'rinmaydi deganida, shu asarda Harry Potter. Harry Potter yoki So'nggi yaproq? Harry Potter. Harry Potter yoki So'nggi nafas? Harry Potter. Harry Potter yoki Jannatdagi soyalar? Harry Potter. Harry Potter yoki O'zingizni ardoq qiling qadrdonim? Harry Potter. Harry Potter yoki Toqilsiz dengiz? O'zbek muhaddisi, hadis ilmining sultoni haqidagi bu asar Toqilsiz dengiz. Toqilsiz dengiz yoki Tafsiri hilol? Tafsiri hilol asarini
Miyam tozalik payti har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirib tashlamasdan oldin o'rganmaganimdan afsuslanaman. Shuning uchun hozir to'liq mohiyatini anglayolmayman bu narsalarda. Sohilsiz dengiz. Sohilsiz dengiz yoki mo'minning meroji. Sohilsiz dengiz. Sohilsiz dengiz yoki iymon. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asarlari to'g'ri, mo'minning meroji ham yaxshi asarida, lekin iymon darajasida emas. Iymon yoki mo'minning qalqoni. Iymon yoki ijtimoiy odoblar. Qiyin tanlov. Ijtimoiy odoblar yoki talaba. Jahon bestselleri. O'qish tavsiya qilaman ikkalasini ham. Men ijtimoiy odoblar tanlayman. Ijtimoiy odoblar yoki men Robiya. Robiya ismli kursdoshlarim, obunachilarimdan uzr so'rayman. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki nafs tarbiyasi. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki qalb iffati. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki al-fido. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki bas qilay nafs. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki ey qizim. Bu asarlarni to'g'ri solishtirish haqida menimcha. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki hayot yutqazgan joyingdan boshlanar. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki baxtni yo'qotgan joydan izlamang. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki afiyat Allohim. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki dardingni olay. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki kaktuslar ham gullaydi. Osh bilan mastava emas, osh bilan shakarovga o'xshab qoldi bu kitoblar. Mayli, birovning mehnatini taqdirlamaymiz. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki ba'zilar olisdan sevarlar. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki hayotga muhabbat. Ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki kichkina shahzoda. Kichkina shahzoda asari ham to'g'risi ko'p kitobxonlarda o'ziga jalb qiladigan asar, lekin ijtimoiy odoblar. Ijtimoiy odoblar yoki molxona. Kuchli siyosiy asar. Didaktika va siyosat taqqosladigan bo'lsak, molxona. Ayniqsa hozir davrada kim odam, kim cho'chqa ajratib bo'lmaydi degan jumlalar uchun. Molxona yoki 1984. Katta og'a seni kuzatmoqda. Molxonada qolamiz. Molxona yoki ehromlar qizi Laylo. Laylo. Ehromlar qizi Layloni ham tavsiya qilaman o'qishni. O'qib menga shaxsan yoqqan, lekin molxonada qolamiz. Molxona yoki Graf Monte Cristo. Aleksandr Dumas. Yaxshi kitob, lekin molxona. Molxona yoki jinoyat va jazo. Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. Jinoyat va jazo yoki Anna Karenina. Anna Karenina. Lev Tolstoy va Dostoyevskiy. Lev o'z nomi bilan Lev, lekin Dostoyevskiyda qolamiz. Jinoyat va jazo yoki Oydin tunlar. Buyuk asar. Jinoyat va jazo yoki Ulug'bek xazinasi. Ulug'bek xazinasi sandiqlarda emasdi, osmonning o'zida edi. Lekin nodon o'g'il ulardan bir sahifa ham ololmadi. Jinoyat va jazo qilamiz. Jinoyat va jazo yoki Muzqaymoq. Odil Yoqubovda agar Diyonat asari ham kiritilganda tanlagan bo'lardim men. Jinoyat va jazo yoki Kecha va kunduz. Jinoyat va jazo tanlayman, chunki agar kecha va kunduzidan ham voqif bo'lganimizda tanlagan bo'lardim balki. Jinoyat va jazo yoki otamdan qolgan dalalar. Otamdan bizga dala qolmagan. Sal xulosasi. Jinoyat va jazo yoki Oydinda yurgan odamlar. Ular Oydinda emas, ular zulmatda yurgan edi. Jinoyat va jazo. Oydinda yurgan odamlar yoki yulduzlar mangu yonadi. Yulduzlar mangu yonadi. O'zimga yoqqan asar shaxsan. Yulduzlar mangu yonadi yoki ot kishangan oqshom. Yulduzlar mangu yonadi. Tog'ay Murod asarlari ichida eng ajalib turadigan holda. Yulduzlar mangu yonadi yoki yoz yomg'iri. O'lmas Umarbekov. Yulduzlar mangu yonada qolamiz.
Yulduzlar manga yonadi yoki odam bo'lish qiyin. Yulduzlar manga yonadi. Asarlarda nomiga qarab tanlayotganga o'xshayman. Yulduzlar yonadi yoki oltin zanglamas. Oltin zanglamasda asariga nisbatan muhabbatim Dilovar xo'jaga bo'lgan nisbatan nafratimdan kelib chiqqan. Lekin yulduzlar manga yonadi xolos. Yulduzlar manga yonida yoki qo'rqma. Javlon Jo'liyev. Yo'q. Yulduzlar manga yonadi. Yulduzlar manga yonadi yoki Mehrobdan chayon. Jamiyatimizda shunaqa odam sifat hasharotlar ko'payib ketyapti hozirgi zamonda ham. Lekin yulduzlar manga yonida qolamiz. Yulduzlar manga yonida yoki o'tgan kunlar. O'tgan kunlar. Chumusoyni keltirgan aravadan Sizga bir armon bo'lay solim bekim jayron. O'tgan kunlar hech so'zsiz. O'tgan kunlar yoki o'g'ri. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki bemor. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki Madaminbek, Qonli gullar vodiysi. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki Lolazor. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki Somon yo'li. Chingiz Aytmatov asarlari ichida menimcha eng yaxshisi bo'lsa kerak bu, lekin o'tgan kunlarchalik emas. O'tgan kunlar yoki oq kema. Bu ham yoqadi. Qadar nimadir oladi o'qigan odam bundan ham. Lekin o'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki asrga tatigulik kun. O'tgan kunlar. Ona bayt qabristoni. Ketadigan odam ketgani yaxshi degan zamonaviy manqurt. O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yoki shaytanat. Oxir Malik kirib keldi-yu. Juda qiyin. Shaytanat. Shaytanat yoki murdalar gapirmaydilar. Shaytanat. Shaytanat yoki charxpalak. To'g'risi men birinchi charxpalak va murdalar gapirmaydilar bitta kitobda edi, shuni o'qiganman. Tohir Malik ijodidan meni ma'naviy jihatdan ulg'aytirgan asar bular. Charxpalak. Charxpalak yoki alvido bolalik. Charxpalak. Charxpalak yoki Said Ahmad Husanxo'jayev. Bunga o'xshagan topish qiyin. Faqat bitta odam raqib bo'la oladi menimcha bu odamga. Ufq. Ufq yoki Qorako'z Majnun. Ufq. Ufq yoki jimjitlik. Bir salim. Bu ham ufqchalik bo'la olmaydi. Ufq. Ufq yoki nur borki soya bor. Hozir aytib turdim, bitta odam raqib bo'la oladi deb. O'sha raqib kirib keldi. To'g'ri, menga tushdi. Ufq. Ufq yoki dunyoning ishlari. Nega sarqinlashib ketyapti? Ufq. Ufq yoki daftar hoshiyasidagi bitiklar. O'tkir Hoshimov hozir Bakuva berib turibdi, lekin birozdan keyin Aperkotlar seriyasini boshlasa kerak. Ufq. Ufq yoki qalbingga quloq sol. Boshlandi mana aytganimdek. Qalbingga quloq sol. Qalbingga quloq sol yoki urushning so'nggi qurboni. Qalbingga quloq sol asari darajasidagi yuksak xarizmatik asar menimcha faqat 2/5 bo'lar edi. Urushning so'nggi qurboni ham yetmaydi. Qalbingga quloq sol. Qalbingga quloq sol yoki tushda kechgan umrlar. Tushdan kechgan umrlar yaxshi kitob. Osmonda kunlar, lekin qalbingga quloq sol o'qiymiz. Qalbingga quloq sol yoki bahor qaytmaydi. Eng og'irlarni oxiriga sagan ekansiz. Qalbingga quloq sol. Qalbingga quloq sol yoki ikki eshik orasi. Bu ikkalasi to'g'risi titanlar jangiga o'xshaydi. Boshqa asarlar ko'rinmay ham qoladi bular soyasida menimcha. Ikki eshik orasi. Ikki eshik orasi yoki shamol esav yer. O'yladim men shuni. Shu ikkovidan birini tanlash kerak degan bo'lsa,
Yo'q, men uchun shaxsan fikrim muhim ekan. Shamoliy Saviyalar. Demak, g'olib eng ko'p ovoz to'plagan. Yo'q, ovozlar sonidan qat'iy nazar, men o'qigan ma'naviyat olamining eng yuksak xazinasi, eng boy qiluvchi xazinasi bu Shamoliy Saviyalar. Tushunarli. Salomat bo'ling.